Assalomu alaykum. Revo podkast navbatdagi soni. Bugungi mehmonimiz amaliy psixolog Shodmona Yusupova. Xush kelibsiz. Rahmat, assalomu alaykum. Ko'rganimizdan xursandmiz. Va har doim Revo podkastining maqsadi bitta bo'lgan, bu ham bo'lsa foydali suhbatlarni tashkil etish va bugungi suhbatimiz ham o'ylaymizki, juda ko'pchilik ayollarga va albatta tabiiyki erkaklar uchun ham ancha foydali bo'ladi. Xudo xohlasa. Ijtimoiy tarmoqlar orqali sizni sahifangizni kuzatdik va aynan sizni taklif etishga qaror qilganimiz boisi bugungi kunda Xorazm viloyatida yaxshi auditoriya bilan amaliy tarzda natijalarga erishib faoliyat yuritayotgan amaliy psixolog sifatida sizni tanidik. Hozirgi kunda adashmasak qayd etilgan natija 5000 dan ortiq inson bilan ishlaganligingiz haqida yozgansiz, to'g'rimi? Bularni barchasi aniqlik kiritadigan bo'lsak, shaxsiy konsultantlaringizmi yoki bu umumiy auditoriyaning sonimi? O'zi umumiy auditoriyaning soni 50 mingdan oshdik, lekin bu 5000 ta inson yonimga kelganlar, maslahat olganlar, konsultatsiya olganlar, shu bilan birga meni shaxsiy rivojlanish kursimda o'qiganlar. Tushunarli. Demak, bu necha yillik faoliyat natijasi? Bu 21-yilda boshlangan faoliyat natijasi. Qisqa vaqtda ancha yaxshi natija. Ha. Rahmat. Endi shu konsultantlar ichida 5000 nafarni oladigan bo'lsak, xo'sh, necha foizi ayollar, necha foizi erkaklar? To'g'risini aytsam, erkaklar bilan ishlashim 2026-yilda boshlandi. Shuni hisobga oladigan bo'lsam, 90% ayollar, 10% erkaklar menda. Tushunarli. Tomoshabinlarga shu o'rinda eslatma, demak angladingiz, bugungi mavzuyimiz psixologiya bilan bog'liq bo'ladi. Bu raqamlar nimani ko'rsatyapti? Ayollar psixologga ko'proq ehtiyoj sezadimi yoki ular ko'proq o'zini muammosini ochiq ayta oladimi? Avvalambor endi podkastimiz boshlandi. Sizlarga ham rahmat aytmoqchiman shu o'rinda. Taklifingiz uchun, ishonchingiz uchun rahmat. Savolingizga keladigan bo'lsak, ayollarimiz ko'pincha o'zini ichki ehtiyojini ayta olishadi erkaklarga nisbatan. Bu birinchisi. U gapingizda ham jon bor. Ikkinchisi, ayollar ko'proq psixologga ishonishadi desam ham bo'ladi. Lekin bu yerda 100% ayol emas. Katta ko'pchiligi desak bo'ladi. Lekin shunaqa erkaklar ham bor oramizda, psixologiyaga to'g'ri, adekvatni baho bera oladigan va shu bilan birga psixologiyaga umuman qiziqmaydigan erkaklarimiz ham bor. Endi bu insonni o'zini dunyoqarashidan, fikrlashidan kelib chiqadigan narsa-da. Ayollarni psixologga murojaat qilayotganini asosiy sababi uni yonida psixologga ishonadigan erkaklar turgani deb hisoblaymizmi yoki shu qadar og'ir masalalarni faqatgina menga psixolog yordam beradi degan bir ehtiyoj bilan bog'laymizmi? Har xil ayollarimiz keladi. Haqiqatdan ham yonidagi erkagi ishonadigan ayollar ham keladi, hattoki erkaklarni o'zi ham ayolini olib keladi. Tug'ruqdan keyingi depressiya yoki stresslar bo'lishi mumkin. O'shanda ayolim ilgaridagidan ko'ra boshqacharoq yordam bera olasizmi deb yozadigan erkaklar ham bor. Yoki bo'lmasa umuman aksincha, erkak umuman psixologiyaga qiziqmaydi, ishonmaydi. Ishonmaydi ham. Lekin ayol biladi, o'zini analiz qila oladi. Kechagidan ko'ra ahvoli yaxshi emas. Bu borada unga yechim ko'rsata oladigan yoki shunchaki yo'l ko'rsatadigan yoki shunchaki uni eshitib seni tushunaman deydigan odam qidiradi. O'sha paytda psixologga murojaat qiladi. Tushunarli. Rahmat. Bugungi kunda psixologlar haqida odamlar o'ylaydigan eng noto'g'ri tushuncha qaysi? Ilgarigi fikrlashim bo'ladigan bo'lsa, aytgan bo'lardim, psixologlarga faqat jinnilar boradi degan ibora bor edi. O'sha paytda men haqiqatdan ham odamlar nega unaqa o'ylaydi deb har doim o'ylab yurardim. Lekin hozirgi aqlim, hozirgi fikrlashim va hozirgi atrofimdagi insonlardan kelib chiqib ayta olaman, bu ibora уже yo'qolib boryapti. Sababi ancha erkaklarimiz ham, ayollarimiz ham endi meni atrofimdagilar shunaqa rivojlanishga, ruhiy o'sishga, dunyoqarashini kengaytirish uchun kitoblar o'qishga kirishyapti. Ya'ni o'zini dunyoqarashini o'zgartirgandan keyin uni atrofidagi insonlar ham, hattoki ishida ham o'sishlar, pozitivlik bo'lishini tushunib qolishyapti. Shuning uchun bugungi kunda psixologlar haqida noto'g'ri tushunchalar
nima deb aytadigan bo'lsangiz, man o'zimni yonimni atrofidan kelib chiqadigan bo'lsam, yo'q, menda hozir unaqa fikr yo'q, balkim boshqalarda bor. Rahmat. Psixolog deganda odamlar ko'pincha maslahat beradigan, insonning o'rniga qaror chiqaradigan yoki barcha muammolarni bir suhbatda hal qilib beradigan odamni tasavvur qiladi. To'g'ri. Sizningcha bir soat suhbat katta natija berishiga ishonmasliklarini asosiy sababi nimada deb o'ylaysiz? O'zi savolingiz zo'r. Aslida bir soatlik suhbat hech narsani hal qilmaydi. Men to'g'risini aytaman. Men har doim aytganman qizlarga va bundan keyin ham har doim bot-bot aytaman. Bir soatda bitta konsultatsiyada sizni hayotingizni butunlay o'zgartiraman deb kimdir chiqdimi deyman, qoching. Bunaqa bo'lmaydi hech qachon. Chunki tasavvur qiling, siz hozir necha yoshsiz, Murodbek? 32. 32. 32 yillik tajribangiz bor, to'g'rimi? Hayot yo'lida. Va 32 yillik qarashlaringiz, fikrlaringiz bor. Bu 32 yillik qarashni bir soatlik konsultatsiyada o'zgartirib bo'lmaydi 100% ga. Bir soatlik konsultatsiya 20%, 10% berishi mumkin. Lekin o'sha 10% da insonni butunlay olami o'zgarishi mumkin. Nima demoqchiman? Kengroq tushuntiradigan bo'lsam, shunaqa mijozlar bor. Bitta og'iz gapingizda olamni ma'noni oladi. Shunaqa insonlar bor. 2 soat siz javrang, qo'pol qilib aytganda hech narsa kirmaydi. Bu nimadan bo'ladi deb savol bersangiz, uni fikrlash doirasi qanchalik tor yoki keng shundan kelib chiqadi. Ko'proq o'zini ustida ishlagan, ilmli, kitob qo'liga olib varaqlab ko'rgan kimdir keladigan bo'lsa, o'sha 1 soatlik konsultatsiya ham katta rezultat berishi mumkin. Bor menda shunaqa qizlar. Lekin shunaqa ayollar bor, 10 marta konsultatsiya olsin, 1 marta olganini natijasini beradi. O'zini anglagan ayolga psixolog nimaga kerak bunda? Aslida o'zini anglagan insonga psixolog kerak bo'ladi. Sababi u, misol uchun men o'zimni anglagan ayol bo'ladigan bo'lsam, keling osonroq tushuntiraman. O'zini anglagan ayolda yoki insonda deylik, keling, o'zini anglagan insonda oldida faqat bitta yo'l ko'rmaydi u. U oldida qanaqadir masalasini yechish uchun o'nlab yo'lni ko'radi. Va o'sha o'nlab yo'lni ichidan qaysi ma'qul bo'lishi mumkin degan savol bilan kela oladi yoningizga. Lekin o'zini angla olmagan odam bitta yo'lni ko'radi. Misol uchun yoki o'zini o'ldirishni ko'rishi mumkin, yoki ajrashishni ko'rishi mumkin. Tushunyapsiz? Yoki bo'lmasa ishida muammo bo'ladigan bo'lsa, faqat bo'shab ketishni ko'rishi mumkin. Boshqa yo'l ko'rmaydi. O'zini ko'proq anglagan insonlar kerak bo'lsa, psixolog oldiga kelishi mumkin. Lekin bu yerda bitta narsa bor. Murodbek hisobga olish kerak. O'zini darajasidan ancha balandroq bo'lgan inson yoniga borish kerak. Masalan, men ham psixolog bo'ladigan bo'lsam, men o'zimni darajamdan ancha yuqori bo'lgan professor domlalarim bor. Ulardan maslahat olaman, yo'l olaman. Ular esa o'zlaridan ancha balandroq bo'lgan akademiklardan maslahat oladi. Bu degani, siz hech qachon o'zingizni tengingizdan normal maslahat ola olmaysiz. Tushunarli. Shunaqa. Asosiy oilaviy muammo bo'ladimi, jamiyatda kelib chiqayotgan muammolar bo'ladimi? Balki hozirgi qarashimiz shuni sababidir, to'g'rimi? Ha. Demak, o'zini anglagan inson birinchi navbatda qaysi yo'lni tanlashi kerakligini to'g'ri topolmay turgan paytda balki bu psixolog bo'lmasligi mumkindir. O'zidan ancha aqlliroq bo'lgan qaysidir inson bilan suhbatlashsa ham balki yo'lini topib ketishi mumkin. Juda ham to'g'ri fikringiz. Lekin yo'lida adashayotgan, qiynalayotgan insonlar kimga murojaat qilish kerakligini bilolmay turganida mana siz va hamkasblaringiz yordamga keladi. To'g'ri. Tushundim. Bugungi kunda psixologning vazifasi mijozga nima qilish kerakligini aytishmi yoki uning o'z qarorini ongli ravishda qabul qilishiga yordam berishmi? Yaxshi savol. Keng qamrovli savol, juda ham chuqur. Harakat qilaman qisqaroq tushuntirib berishga. Mijoz psixologga qanday savol bilan kelgani bilan bog'liq. Haqiqatdan ham o'zini qarorini aniq bilib keladiganlar bor. Umuman o'ziga nima bo'layotganini tushunmasdan keladiganlar bor. Tushunmasdan kelayotganlarda biza buni sababini qidiramiz. Yechish yo'llarini topib beramiz. Lekin meni qarorim shu, mana shunga nima deysiz deb ikkilanish bo'yicha kelayotganda o'sha
qarorini ham minusini ham plyusini biza ko'rsatib berishimiz kerak. Chunki har bir qaror har doim ham to'g'ri bo'lmaydi. Yoki bo'lmasa har bir qaror har doim ham noto'g'ri bo'lmaydi. Biza uni u ko'rayotgan bo'lishi mumkin, mana qisqaroq qilib aytganimda, u ko'rayotgan bo'lishi mumkin, qarori juda to'g'ri. Masalan, ajrashish. Keling, ochiqchasiga ayta olmayotganim, misol uchun ajrashish. U uchun bu juda ham to'g'ri qaror bo'layotgan bo'lishi mumkin. Lekin aslida erkak va ayol psixologiyasidan ozgina tushuncha berib, "Men bunaqa bo'lish kerak. O'shandan keyin ham o'zingiz bilasiz" deganimizdan keyin men juda ham ko'p xatolarimni ko'rdim. Yo'q, ajrashmayman deydi ush. Lekin shunaqa ayollarimiz keladi. Yo'q deydi. Qolaman deydi, lekin qoladigan oila emas Murodbek. Unda ham bizning haqqimiz yo'q. Siz ajrashishingiz kerak deyishga haqqimiz yo'q umuman. Qolsangiz, mana bunaqa vaziyatlar bo'ladi. Shunga tayyor turasiz va ongli ravishda siz qadam tashlashingiz kerak. Tanlovingiz qat'iy bo'lishi kerak. O'rgatamiz. Agar ketadigan bo'lsangiz, mana bunaqa narsalar bo'ladi. Bunga ham siz tayyor turishingiz kerak. Chunki ketsa ham oson bo'lmaydi, qolsa ham oson bo'lmaydi. Har bir qarorni tosh tarozisi bor. Bu mijozni o'zini talabi bilan bog'liq. Va bitta narsa, hech qachon psixolog mana shu qaror to'g'ri, shuni qilishing kerak demasligi kerak. Mumkin emas bizada bu. Biza faqatgina har xil yo'llarni ko'rsatamiz va u yo'llarni minus plyuslarini ham hammasini ko'rsatamiz va u ongli ravishda, masalan, 3 ta yo'l bergan bo'lsak, o'sha "Men buni tanlayman, shu qulay men uchun" deb o'zi tanlashi kerak. Qaysidir qarorlarda qulaylik umuman bo'lmasligi mumkin. Ya'ni o'zi ongli ravishda "Bu meni hayotim. Bu yerda psixologning ham aloqasi yo'q. Ota-onamning ham aybi yo'q. Turmush o'rtog'imning ham aybi yo'q. Ketsam ham o'zim qaror qilib ketishim kerak, qolsam ham o'zim qolishim kerak" deb tanlash kerak. O'shaning uchun biz faqat yo'l ko'rsatamiz, bo'ldi. Tushunarli. Hali bu savolga yana qaytamiz. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, bugungi kunda yoningizga odamlar muammosi endi boshlanganda kelyaptimi yoki allaqachon chigallashib og'irlashgandami? Har xil ayollar bor, har xil insonlar bor. Kimdir muammosi boshlanganini sezadi. Yaxshiroq, o'zimdan bilimliroq yoki tajribasi kattaroq insondan maslahat olishim kerak degan qarorni beradi, oladi ham. Psixologga kelishi ham shart emas. Normal ketadi hayot. Kimdirlar unaqa insonlar atrofida yo'q bo'ladigan bo'lsa, yoki bo'lmasa shunaqa ayollarimiz borki, ota-onamga ham aytolmayman, qisintirasim kelmaydi deydi. Psixolog yaxshiroq deydi. Keladi. Ular endi ongli ravishda o'zini harakatlariga javob beradigan ayollar turiga keladi. Yana shunaqa turdagi ayollarimiz borki, qayta bir xil vaziyatga tushadi, lekin bir marta ham o'ziga savol bermaydi-da. Nima uchun men bilan sodir bo'lyapti? Qayta. Balkim qanaqadir bir kitob olib o'qishim kerakdir qo'limga, qo'llanma olib. Psixolog shart emas, yaxshi. Qanaqadir bir YouTube'dan qidirishim mumkinmi? Shuni savolini. Uni ham qarashmaydi. Va o'zi bilan o'zi bir balolar bo'lib, o'sha ajrim yoqasiga kelib, agarda oila munosabati bilan aytadigan bo'lsam, yoki bo'lmasa kasal bo'lib, qanaqadir tashxislar qo'yilgandan keyin kimdirlar aytgan bo'ladi unga, "Men balkim borib ko'rarsan bunga." Keyin, "Mayli, shunga boraman." Ko'pchilik, masalan, bizning ota-onalarimiz ham, mana bobo-buvilarimiz ham to'g'risini aytish kerak, psixologsiz yashagan. To'g'ri. Va psixologsiz yashash bu degani qaysidir ma'noda biz ko'rib kelyapmiz, ongli ravishda oilalari saqlangan degan fikr bor odamlarda. Bugun nima o'zgardi? Odamlar ruhiy jihatdan zaiflashdimi? Yoki bo'lmasa muammolar murakkablashdimi? Yoki oldingi avlodlar ham muammolar bilan yashagan-ku, faqat bu haqda bugun bizlar gapiryapmizmi? Zo'r savol. Savol beraman-da savolingizga. Mani onam ham 7 farzandli bo'lganlar. 7 tamiz ham qiz. Umuman psixolog haqida o'ylab ham ko'rmaganlar. Endi savolda sizga, o'sha paytda ijtimoiy tarmoqlar rivojlangan? Yo'q. Solishtirishlar bo'lganmi? Kimdir mashina olganini qo'yganmi? Qatgadir. Yoki bo'lmasa mahallaga adajonimga, onajonimga degan mashinalar kirib kelganmi? Yo'q. Qachon inson o'zligidan uzoqlashadi bilasizmi Murodbek? O'zini boshqalar bilan solishtirganda.
mana shu solishtirish insonni ichkaridagi baxtini yemiradigan narsa. Solishtiradi. Xohlaysizmi yo'qmi, ijtimoiy tarmoqlarda judayam ko'p ommalashib ketdi. Xotinimga, ayolimga, unga, buga gullar, Hamma sayohatda qariydi, oddiy ayol o'tiribdi. Tug'ib dekretda o'tiribdi. Unda уже tug'ruqdan keyin qaynanani xizmati bo'lishi mumkin. Keldi-ketdilar bor mana bizani o'zbekchilikda. U tug'ib oldim deb yotmaydi-da. Baribir mehmon kuzatadi, u qiladi, bu qiladi. O'zi bilan o'zi ovora bo'lib yuribdi. O'sha paytda telefonidan kelib chiqib keladi. Kimdir tug'gandan keyin boshqa joyda Antaliyada yotibdi. Misol uchun. Solishtiradi. Xohlaysizmi yo'qmi solishtirib ketadi bu yerda. Mana deydi erim deydi, bunaqa deydi, qaynanam unaqa deydi. Mani o'zim qo'limdan hech narsa kelmaydi, mana mani o'tirishim deydi, lekin u yaxshi o'tiribdi. Tinch. Aslida tinch, u baxtli, u hammadan baxtli u. Sog'lom farzandga ega bo'ldi, sog'lom o'zi ham, turmush o'rtog'i sog'lom, qaynanasi ham baribir yaxshi qarayapti unga, lekin solishtirish ketdi. O'sha paytda ichkaridagi baxt tuyg'usi sinishni boshlaydi. Nima qiladi? Urush, janjal, solishtiruv va albatta bu borada psixolog yordamga keladi keyin. Tushunarli. Qanday ayollar shunaqa vaziyatda o'zini to'g'ri tutadi? Ilmli ayollar albatta. Ilmni ham har xili bor. Ustida muntazam ishlagan. Bu nima degani? Oyda bir marta, men har doim aytaman-da, oyda bir marta qaysidir kitobni bitta varog'i bo'lsa ham o'qilishi shart. Bu intizom. Chunki sizga aytaymi, oddiygina badiiy kitob o'qiymiz-ku, hikoyalar. O'sha paytida ham qandaydir fikrlar o'zgarishi bo'ladi bizda. Miyamiz, olimlar tasdiqlagan, har doim ozuqa olish kerak, ya'ni yangilik. Agarda miya yangilik olmasa, miya o'sha solishtirishni, ayblashni, faqat urushni, janjalni, shuni xohlab qoladi. Ya'ni xohlab qoladi demaylik, mayli, o'shandan rohat olishni boshlaydi. Aslida miya yangi narsalardan rohat oladi. Intizomli ravishda o'zini ustida ishlab kelayotgan ayol o'zini hayotiga real qaray oladi. Ya'ni kimdir o'sha nimadirlar olyaptimi, sovg'alar, nimadirlar sayohatlarda yuribdimi, ishonadiki, uni ham qobiliyati bor, uni ham o'zini ichki salohiyati bor, u ham qila olishiga ishonadi. Aslida kim solishtirishni boshlaydi? Mani qo'limdan hech narsa kelmaydi degan inson solishtirishni boshlaydi. Xulosa qilsak, bugun psixologiya ehtiyojmi yoki moda? Kimlar uchundir ehtiyoj, kimlar uchundir moda. Bu savolga ham aniq men bunaqa deb javob berib bo'lmaydi, deb savollaringiz chuqur. Hozir bitta jumlancha urfga kirdi. Bu nimadandir qiynalsa, oldin qiyinchiliklarni biz ko'rganmiz. Insonlar o'ziga ishonchi bilan, irodasi bilan yengganini. Hozir esa bitta psixologlar tomonidan ham aytilayotgan, ijtimoiy tarmoqlarda ko'rayotgan bitta so'zlarga guvoh bo'lamiz. Bu uning bolalikdagi travmasi deydi. Nima, oldin insonlarda bolalikdagi travma bo'lmaganmi? Bu bahonalar o'ylab topishni boshlanishi deb e'tirof etsak bo'ladimi? Bo'lishi mumkin. Kimdir o'zidagi muammolarni sababini travmalarga to'nkab qo'ya qoladi. Kimdir bu travmalar kerak bo'lsa uni o'stirish uchun kelganini anglaydi. Buni ham agarda yaxshi ilmli psixologga boradigan bo'lsa, uni tushuntirib beradi. Lekin haqiqatni aytdingiz, o'zi aslida sizga aytsam, Murodbek, psixologiya yo'nalishi juda ham keng qamrovga ega. Siz aytayotgan travma bu chiqalash metodi. Zigmund Freud olimimiz o'ylab topgan. Eng birinchi olimlardan biri. Faqat o'shani nazariyasini, o'sha olim nazariyasini ushashadi-da, travma ketadi. Tushunarli. Tushundingiz, a? Lekin bu tomonda juda ham katta metodlar bor. Shart emas, kimlargadir foydali, juda ham yaxshi metod. Juda ham yaxshi metod. Zigmund Freud metodi bilan hisoblashsak, har bir og'riq travmami? Har bir og'riq sizni qanday qabul qilishingizga bog'liq. O'zi aslida travma bu og'riq deganda. Hozir ayollar yoningizdagi patsientlar qanday qabul qilyapti? Ularga siz bu bolalikdagi travmasida deb izoh berib tushuntirib o'tgan paytlaringiz ham bo'lganmi?
tushuntirib o'tgan paytlarim bo'lgan albatta, lekin o'sha og'riq o'zi nimadan qoladi? O'sha davrdagi yechilmagan muammodan qoladi. Travmasi bolalikka borib taqaladi. Bu bolalikda biza har bir vaziyatga hissiyot bilan yondashamiz. Misol uchun 7 yashar bolangiz bo'ladigan bo'lsa, uni o'tistirib olib, sen yomon insonsan, umuman noto'g'risan desangiz, u qanaqa analiz qiladi? Bizaga o'xshab, yo'q, buni hozir jahli chiqyapti, shuning uchun menga shunaqa deyapti demaydi. Haqiqatan men yomon ekanman deydi, bo'ldi. Bu og'riq har kimga har xil ta'sir qilishi mumkin. Sizga prosta o'tib ketishi mumkin, tegmaydi. Menga juda ham katta ta'sir qilishi mumkin va men kelajakda men yetarli emasman, men yaxshi emasman. Faqat o'zimni ayblab yurishim mumkin. O'sha paytda, yo'q, to'xta, unaqa emas. U paytda onang jahli chiqqan. Sen hissiyot bilan qabul qilgansan. Bir og'iz gapda tushunib qoladi. Tushunarli. Demak, men hozir katta insonman va o'zimga o'zim baho bera olaman. U paytda kimnidir bahosi to'g'ri deb qabul qilganman degan narsani miya tushunishi bilan og'riq yengillashadi. Lekin shunaqa katta travmalar bor. Buni ustida biz oylab, kerak bo'lsa yillab ishlaymiz. Bu travmalarni topish muhim va ishlash muhim. Lekin travma bilan travmani ham farqi bor-da. Kimdir bitta shapaloq urib olgan bo'lsa ham ana travmam deydi. Unaqa emas. Bu travma emas. Bu hammani hayotida bo'ladigan narsa. Bugungi kunda yoningizga mijoz sifatida kelayotgan ayollar ko'p holatlarda oilaviy munosabatlar bilan kelyapti, to'g'rimi? Oilaviy munosabat. Ularni qiynayotgan eng katta muammo turmush o'rtog'i bilan munosabatlardagi kelishmovchiliklar. Aksariyati shunaqa. Ular bilan ishlash jarayonlarida o'zingizni hayotiy tajribalaringiz va bilimlaringiz bilan o'rtoqlashasiz. Va ko'pincha muammolarni to'g'ri anglagan ayollar, yuqorida aytdikki, dunyoqarashi ancha o'sgan, yaxshi fikrlaydigan ayollar deb aytdik. Endi bir savol bor. Qarang, qiyinchilik bilan ruhiy jarohatni o'rtasidagi farqni qanday farqlaydi? Bu narsa uchun fikrlarda filtr bo'lishi kerak-da. Ruhiy jarohat nima? Shunchaki o'sib ketayotgan qiyinchilik nima? Buni ajratish uchun insonda eng avvalo fikrlarga nisbatan, atrof muhitni gaplariga nisbatan filtr bo'lishi kerak. Bugun ko'pchilik ayollar mana shu qiyinchilik bilan ruhiy jarohat o'rtasidagi farqni tushunmagani uchun oilalari buzilib ketyapti deb hisoblasak bo'ladimi? Bo'ladi, unaqa deb hisoblasak ham bo'ladi. Endi hammasi emas, lekin aksariyati shunaqa bilimli, dono ayollarimiz bor. Bilasizmi, o'zi mana shu tajribam bo'yicha ishlab yurgan vaqtimdan boshlab qarasam, shunaqa ayollar keladi, Murodbek. Uyda o'tirgan, oddiy, ishlamaydi. Hattoki o'qishga ham kirmagan oddiy ayollarimiz bo'ladi. Uy bekaligida o'tirgan. Lekin filtr shunaqa kuchli. Bu tarbiyadanmi? Bu ham jamiyatdan, ham tarbiyadan. Men ustozim bilan shu narsadan ko'p gaplashaman-da. Oiladan boshlanadi aslida tarbiya va atrof muhitdan boshlanadi. Agarda oilangiz sog'lom, fikrlari sog'lom joyda siz farzand yetishtirayotgan bo'lsangiz va atrof muhiti ham sog'lom insonlardan tashkil topgan bo'lsa, unda albatta filtr bo'ladi fikrlarda. Rahmat. Suhbatimizni birinchi qismi biz uchun ancha foydali, yaxshi bo'ldi degan umiddamiz. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, siz Revo studiyasidasiz. Biz Revo podkast loyihasini yo'lga qo'yganimizdan asosiy maqsadimiz shu. Birinchi navbatda jamiyatga foydali bo'lgan yaxshi mavzularni yoritish. Kimdir o'zi uchun suhbatimizni bir daqiqasidan yaxshi fikrlar, yaxshi tafakkur, o'lchamli g'oyalarni hisoblashib ola olsa, biz bundan juda xursand bo'lamiz va shu o'rinda tabiiyki yurtdoshlarimizga murojaat qilgan bo'lardik, qo'llab-quvvatlashsin va bizni YouTube'da tomosha qilayotganlar tabiiyki mana bizni izohlar bilan siylang, o'zingizni fikrlaringizni qoldiring, bu biz uchun juda muhim. Va eslatib o'tamiz, asosiy homiyimiz bor, bu ham bo'lsa Damar. Olijanob xalqimizni mustahkam tanlovi, hammamiz sevib iste'mol qilamiz mahsulotlarini, adashmasak siz ham. Endi keling, bizda keyingi qism suhbatimizning navbatdagi jarayoni ancha bahsli bo'lishi mumkin. Bunga tayyorsiz degan umiddamiz va biz bilan Shodmona Yusupova bo'lmoqda. Men bir narsaga to'xtalmoqchi edim. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda psixologlar oilalarni buzmoqda degan fikrlarni ko'p eshityapmiz.
Ayrimlar psixologga borgan ayol avvalgidan ko'proq talablar qo'ya boshladi. Oila a'zolarini qaysidir ma'noda o'zini va psixologning fikrlari bilan qoralay boshladi yoki bo'lmasa oxir oqibatda ajrim yoqasiga kelib qoldi, ajrim haqida ko'proq o'ylay boshladi deyishadi. Sizningcha bu tanqidlar, odamlar tomonidan berilayotgan bu baho qanchalik to'g'ri? Savollar zo'r. Qanchalik to'g'ri? Qanchalik to'g'ri? Bugun siz psixologsiz. Bu To'g'ri. fikrlar lekin bor fikrlar, chunki juda Albatta. ko'p eshitamiz. O'zi ayollar psixologga kelib, sog'lom fikr bilan nosog'lom fikrni ajratadi va avtomatik tarzda nosog'lom muhitda u sog'lom fikrini aytishni boshlagandan keyin tabiiyki e'tirozlar boshlanadi. Ha. Chunki 10 yil, 15 yildan beri nosog'lom muhitda yashab kelayotganini tushunib qoladi va sekin o'zini fikrini balki bu qora emas, balki ko'kdir, nima deb o'ylaysiz degan vaqtida tili chiqib qolibdi deyishadi. Kim aybdor? Psixolog aybdor. Lekin eng qizig'i bir narsa bor. Biz to'g'ri deb bilgan joyimizda aslida noto'g'ri ketayotgan bo'lsa, lekin biz unga to'g'ri deb qarayotgan bo'lsak, bilmaymiz-ku noto'g'riligini. To'g'ri deb qarayotgan bo'lsak, bemalol 15 yillab yashab bera olamiz. Lekin noto'g'riligini bilib qolsak, Sinamiz. shunaqa bo'ladi. Bu faqat oilada emas, bu ishda ham, hamma joyda. Misol uchun, siz ishga kelasiz, kimdir sizni boshliq sifatida haqorat qilyapti. Bu madaniyatga to'g'ri kelmaydi. Lekin siz unga nima deysiz? U boshliq, uni haqqi bor deb o'ylaysiz. Siz uchun to'g'ri bu narsa. Va siz yillar davomida shunaqa bo'lib ishlashingiz mumkin. Bu tabiiy siz Ishlayotganlar uchun. ham bor. Ishlayotganlar ham bor. Ko'p ham. Ko'p. Lekin siz tushunib qolasiz, siz bilan bunaqa muomala qilish mumkin emas. To'g'ringizdagi inson madaniyatdan yiroq inson va siz bu narsa noto'g'riligini bilganingizdan keyin javobingiz qanaqa bo'ladi, Murodbek, o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Tushundim sizni. Demak, qaysidir ma'noda bizning mentalitet bu qarashlarni qabul qila olmayapti deb hisoblashamizmi? 50-50 deylik. Hammasi ham emas. Chunki sog'lom muhitda, sog'lom oilada, agarda boring o'sha oila temasidan gaplaydigan bo'lsak, oila mavzusida sog'lom oilada, sog'lom muhitda yashab kelayotgan kelinlarimiz ham juda ham ko'p. Qaynonalari ham zo'r. Hamma emas. Lekin orasida bir ikkita bor-da endi. Nima deysiz? Demak, o'shalar ishonmaydi psixologlarga. Ishonishmaydi ham, buzdi ham deb hisoblaydi. Boshqarishni yaxshi ko'radi-da. Shunaqa deb tushuntiray. Boshqarishni kimnidir nima uchun biz kimnidir boshqarishimiz kerak? Hamma narsasini boshqarishni, nazorat qilishni va o'sha nazoratni tepasida turishni xohlashadi. Lekin hamma ham emas. Shunaqa kelinlar ham bor, nazorat qilmasangiz bo'lmaydi. Bu yerda faqat qaynona yoki kelin yoki er emas. Shunaqa kelinlar bor, nazoratsiz qo'yish mumkin emas ularni. Shunaqa qaynonalar bor, nazoratni ushlagiz kerak. Sizlar demak eng birinchi navbatda o'zini qadrlashni o'rgatasizmi? Eng birinchi navbatda sog'lom fikrni ajratamiz, bo'ldi. Tushunarli. Men bir narsani o'zidan. bilmoqchiman. Bir narsani tushunmoqchiman. Mana psixologiya insonga o'zini tushunishni, o'zini qadrlashni, mana chegaralarni himoya qilishni va o'z ehtiyojlarini unutmaslikni ham eslatadi-da. Ha, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin oila ba'zan yon berish va tabiiyki kechirish, sabr qilish, murosa qilishni talab etadi. To'g'ri. Shu ikki qadriyat bir-biriga qarama-qarshi kelib qolmayaptimi? Aslida oilani mustahkam bo'lishiga to'xtaladigan bo'lsak, Murodbek, oila ikki tomondan bo'ladi. Erkak va ayol. Faqatgina bitta tomon harakat qilaversa, bitta tomondan umuman harakat bo'lmasa, natija har doim 0. Ham erkak, ham ayolni o'zini
murosa qilib oladigan vaziyatlari bo'ladi. Siz aytganingizdek kechirish, yon bosish bu faqatgina erkak tomonidan emas, balki ayol tomonidan ham shu ishlar bo'lishi shart. O'shanda oila mustahkam bo'ladi. Baxtli oilalar sizga aytsam, lotereya emas. Uni ustida yillab davomida ishlash. Baxtli oila har doim aytaman, lotereya yutib olish emas. Kimdir yaxshi xotinga tushgan, bu shuning uchun zo'r, unaqa emas. Yoki bo'lmasa zo'r erkakka tushgan, buni qadrlaydi, unaqa emas. Qaysidir mehnati uchun kelyapti. Qaysidir fikrlari sog'lomligi uchun. Misol, ayollarimiz, qizlar deylik, qizlar turmushga chiqadi va turmushga chiqqandan keyin yoki bo'lmasa turmushga chiqish arafasida ham 1-2 oy gaplashishadi erkak bilan. Erkak orasida qanaqadir so'kinish nimadirlar qilishi mumkin yoki urib qo'yishi mumkin. Ko'z yumdimi? Bu davom etadi. Va birinchi marta urib qo'ygandan keyin, kaltaklagandan keyin indamadimi? Erkakning harakatini natijasi indamaslik bo'ldi. Ya'ni bu qabul qildi deb o'ylaydi. Va bu ikkinchi kaltaklash ham oson bo'ladi. Bu yerda ham erkakni o'rni bor. Vaziyatni to'g'rilash uchun. Ham ayolning o'rni bor-da. Ayol, to'xtang. Siz meni bir marta kaltakladingiz, ikkinchi martasida уже men yo'qman desa, erkak ham mas'uliyatni bo'yniga oladi. Yo'q, men oilamni saqlab qolishim kerak. Men boshqa kaltaklamasligim kerak. Chunki kaltaklash bu yechim emas. Tushunib qoladi. Bu yerda ayolga ham plus bo'ladi. U boshqa kaltaklanmaydi. Nima demoqchiman? Hozirgi misolimda ham erkak harakat qilyapti, ko'rgan bo'lsangiz, ham ayol harakat qilyapti. Har bir vaziyatimiz xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Erkakda ham xuddi shunaqa. Agarda ayoli unga bir marta nimadir yoqmaydigan ishni qildimi, mana shu narsa men uchun muhim. Shuni qilmasligingni so'rayman sendan. Agarda ikkinchi marta senda takrorlansa, meni ko'nglim qattiq og'riq qolishi mumkin yoki uzoqlashib ketishimiz mumkin. Bu men uchun muhim deb erkak ham unga yaxshi hissiyotlari bilan tushuntira olsa, ayol ham tushunib, bu narsa meni erkagim uchun muhim ekan, men bu ishni qilmasligim kerak deydi va mana shu bitta muammodan oila qutuladi. Endi qarang, biz juftimiz bilan yillar davomida yashaymiz. Bizani oldimizdan har xil muammolar chiqadi. Gap muammoda emas, muammoni qanaqa hal qila olmasligimizda aslida. Tushundingiz-a? Chunki baxtli oilada ham, baxtsiz oilada ham, kambag'alda ham, boyda ham, o'rtada ham hammasida muammo chiqadi. Baxtli juftliklarning farqi baxtsizlardan muammoni chiroyli hal qila oladi. Senga ham qulay bo'lsin, menga ham qulay bo'lsin. Sen ham rozimisan, men ham roziman. O'rtasini topadi muammoni. Ya'ni yo'q, bunda men noroziman deb 100% kimdir o'ziga muammoni hal qiladigan bo'lsa, bu egoistlik. Yoki bo'lsa ikkinchi odam 100% muammoni o'ziga hal qiladigan bo'lsa, u tomonda egoistlik. Bu yerda muammoni o'rtasini topish kerak. Shu sabab aytmoqchimanki, savolingizga javob shu, ikki tomondan bo'lishi shart. Bo'lmasa oila mustahkam bo'lmaydi. Hozir bizda asosan ajrimga ko'proq kimlar sababchi bo'lib qolyapti? Ham ayollar, ham erkaklar. Bu yerda faqat ayol yoki faqat erkak deb ayta olmayman. Chunki qiziqda Xudoyim ham bitta plyusni, bitta minusni tashiydi-da. Har doim. Har doim. Har doim. Bu yerda maqsad nima, vazifa nima deydigan bo'lsangiz, Murodbek, bir-birini to'ldirish. Qaraysiz, madaniyatli bilan madaniyati tushib qoladi, er-xotin bo'lib. O'qigan bilan o'qimagan tushib qoladi. Past bilan baland, uzoq bilan yaqin, bular hammasi bir-birini to'ldirish. O'shani ongli ravishda tushunib qolishsa, bular qaytanga bir-birini to'ldirib hayoti chiroyli bo'ladi. Ikkita qizishgan inson tushib qolsa, tasavvur qiling. Bir-birini urgan, sindirgan, bittasini ko'zi ko'kargan, bittasiniki yirtilgan ko'ylagi, ishxonaga ham ko'kargan ahvolda borishadi. Ikkalasi ham chunki qizishgan. O'shaning uchun bitta qizishgan, bitta muloyim tashiydi, Xudoy. Ikkalasini to'ldiradi. Lekin bunaqa o'sha tasodiflarga rostdan ham har doim duch kelamiz. Yuqorida aytganingizdek. Endi shu o'rinda yana bir savol, qarangki, qaysi holatlarda siz bu munosabat ustida ishlash va oilani saqlash mumkin deb hisoblagansiz yoki qaysi vaziyatlarda ajrashish inson uchun eng sog'lom qaror bo'ladi deb hisoblagansiz? Agarda ayol
yillar davomida tazyiqqa uchrab kelayotgan bo'lsa, shunaqa ayollarimiz bor, uy qamog'ida qo'yadigan erkaklar ham bor. Ishlaganmiz. Yo'q so'zini ko'tara olmaydigan erkaklarimiz bor. Urishni, kaltaklashni boshlashadi. Уже bu yerda ayol psixologik nosog'lom bo'lishni ham boshlaydi. Sal narsaga yig'laydigan bo'ladi, sal narsaga baqiradigan bo'ladi. Tabiiyki, bolalaridan alamini oladigan ham bo'lib qoladi. Bu yerda biza ham erkak bilan ham ayol bilan ishlashga harakat qilamiz. Agarda erkak shu qadar o'zini boshqara olmaydigan bo'lsa, qo'liga tushgan narsa bilan sovoradigan bo'lsa, tabiiyki eng birinchi vazifamiz bizani mijozni chuqalash yoki travmasini nima qilish emas, uni asrab qolish. Bunaqa paytda faqat bir yechim bor, ha? Bir yechim bor, asrab qolish. Unda ham ajrashish emas, vaqtincha balkim o'zing davolanib, boshqa bo'lib, dam olib kelarsan, balkim. Shunaqa yechim bo'lishi mumkin. Chunki bu ahvolda kerak bo'lsa, nima uchun mana bizani oldimizdan chiqdi-ku 9-etajdan o'zini tashlab yuborgan farzandlari bilan ayollar. Nimaga? Charchagan. Charchaydi. Ruhiy charchoqni biz keyin chiqarib bera olmaymiz. Psixologning vazifasi uni o'sha ruhiy charchoqqa kirib ketmasligini oldini olish. Uje u yog'i psixoterapevtning ishi bo'lib qoladi keyin. Dorilar, ukollar. Tushunarli. Hozirgi kunda erkaklar bilan ishlashni boshladim deb aytdingiz. Buni qanday qabul qilishyapti va bu sizga faoliyatingizga qanchalik plus bo'lyapti? Sizga nimalarni o'rgatyapti? Erkaklar bilan hali ko'p ishlamadim, lekin mana shu mani yonimga kelgan erkaklarni 100% deb oladigan bo'lsam, 99% da barchasi bitta fikrni menga bildirib chiqib ketishgan. Ya'ni sizni yoningizga uylanmasdan oldin kelish kerak ekan degan fikrni aytib chiqib ketishgan. Ya'ni hayot qiyin emas ekan, uni ko'tarib yurgan yuklarimiz qiyin ekan degan gapni aytishgan. Va mani yonimga kelgan erkaklar ayoli bilan birga ishlaganimizda ertaroq borsak bo'lar ekan, yechimi oson ekan-ku degan tekis hayotda ketishganda. Erkaklarning muammosi ko'proq og'irroqmi yoki ayollarniki? Ikkalasiniki ham yaxshi. Yaxshigina. Chunki inson men bu tomondan qarab baho beraman. Siz u tomondan qarab baho berasiz. Va sizni bahoyingiz darajasi bilan bog'liq, deb. Sizni qanchalik qiyin bo'lyapti. Siz uchun o'sha vaziyat 70% qiyin bo'layotgan bo'lishi mumkin. Yechimni ko'ra olmayapsiz. Lekin bu tomonda qarab turadi kimdir. Oson-ku deydi. 10% u uchun. Ya'ni yonimga kelgan erkaklar ham, ayollar ham qiyinchiligining sababi bitta bilmaslik. Bilishimiz qiyin. Uni bilim orqali, o'qish, o'rganish orqali tushunib boramiz. Va shu o'rinda yana bitta fikr bor edi-da. Eng oliy yo'l ilm orqali o'rganish. Eng osoni kimgadir taqlid qilish. Eng achchiqi tajriba asosida yashab berish. Mana shu eng achchiqi. Ya'ni erkak ayol munosabatini zo'r qilmoqchimi? Qanaqadir kitob, nimadirlar psixologmi o'zi tanlagan kimgadir borib yechimini osongina topishi bu ilm. Izlanishi, o'zi kitob varaqlashi. Eng achchig'i o'sha urishib, yarashib, o'zi bilan o'zi hal qilib, yana urishib, yana bir-birini xafa qilib, yana ko'nglini qoldirib. Bu tajriba. Ya'ni tajribalar orqali ham tushunib qolishimiz mumkin. Kecha ham bunaqa bo'ldi, endi bugun qilmay, yana o'sha vaziyat boshimga tushmasin. Bu tajriba. Hozirgi kunda yuqorida ham to'xtalib o'tdingiz, mana shu ijtimoiy tarmoqlar orqali solishtirishlar oqibatida ayollar o'lchovni noto'g'ri qo'yishni boshladi. Aslida u hayotida baxtli, sodda, samimiy hayot kechiradi. Mahallada, uyda tinch hammasi. Lekin orzu havaslarga haddan tashqari berilyapti. To'g'rimi? Bu vaziyatni ko'pchilik ayollar tushunib ham turibdi. Lekin iloji boricha o'zi uchun osonroq va erkinroq jamiyatda yashashni xohlayapti. Sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam, o'zini
kimlargadir qiyoslayapti, o'xshatyapti va o'zini eng baxtli hayotidan voz kechyapti. Bunaqa holatlarga oxirgi paytlarda juda ko'p guvoh bo'lishni boshladikmi? Ko'payib ketdimi bunaqa ajrimlar? Shunaqa o'zini topolmayapman men o'zimni. Nega senga turmushga chiqdim? O'zim men qanday qiz edim? Endi qanday vaziyatdaman degan holatlar rostdan ham haddan tashqari ko'payib ketdimi? Amaliyotda yoki biz faqat ko'p ko'ryapmizmi tarmoqlarda? Masalan, shaxsan mani faoliyatimdan kelib chiqadigan bo'lsak, aslida bu ajrimlar soni ko'paydimi, kamaydimi, buni statistika hal qiladi. To'g'risini aytsam, lekin keling mayli o'zimni auditoriyamdan, o'zimni faoliyatimdan kelib chiqadigan bo'lsam, ajrim yoqasida keladiganlar unchalik ko'p emas menda. Unchalik ko'p emas. Agar foizda chiqaradigan bo'lsam, o'zimni faoliyatimdan foizda chiqaradigan bo'lsam, 30% bordir. Oshib borsa 40 deylik, mayli. Ajrashaman deb kelganlar. Endi sizga aytsam, bu qarash insonni maqsadi nima, hayotdagi ma'nosi nima, shundan kelib chiqadi. Kimdirlar oiladagi munosabatlar muhim deb yopishib oladi munosabatga. Lekin munosabatdan ham ko'ra bu yoqda muhimroq narsalar bor. Masalan, misol uchun farzandlaringni yaxshi tarbiyalash bo'lishi mumkin. Misol uchun jamiyatga foydali inson shaxs bo'lib yetishish bo'lishi mumkin. O'zingni ustingda ishlash bo'lishi mumkin. Kimgadir foydali bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa o'lganingdan keyin nimadir iz qoldirishing kerak-ku. Nom, shu bo'lishi mumkin. Ba'zi bir ayollarimiz hayotini ma'nosini to'g'risi qilgan. Qilib olgan. O'shaning uchun ham urush ko'proq bo'lishi ham mumkin. Ya'ni gul bermadi, u bermadi, bu qilmadi, u olib bormadi. E'tibor. Eng qizig'i mana shu e'tibor masalasida juda ham ko'p bahslar bo'ladi-da ayollar bilan. Men aytaman, e'tibor nima sen uchun? Nima o'zi? Nima o'zi e'tibor? Nimaligini bilishmaydi-da. Turadi, e'tibor dedi, telefon qilishi dedi. Eng ko'p tarqalgan bu ayollarimiz ham emas, qizlarimiz telefon qilish kerak. Xabar olish kerak. Qayerdaligimni so'rab turish kerak. Bu e'tibormi seningcha, bu nazorat emasmi degan savolimda kalla ochilib qoladi. Nima deb o'ylaysan, bu e'tibormi yoki nazoratmi? O'zi nima xohlayotganini tushunmayapti. U nazoratni xohlayapti aslida. Lekin turmushga chiqadi. O'zi aytganday e'tiborli insonga turmushga chiqadi. Lekin 1 yildan keyin yana psixolog oldiga keladi. Men to'yib ketdim deydi. Telefon quvuradi, nazorat qilaveradi, rasm tasha deydi, video tasha deydi. Menga ishonmaydi. Nimaga bunaqa qiladi? Nimaga bunaqa? Sen o'zing tanlagansan shunaqani. Chunki senga e'tibor kerak edi. E'tiborni nazorat deb biladi. Keyin bu nazoratdan to'yib ketadi. To'ydan keyin. Lekin u insonni, shaxsni o'zi tanlagan, uni o'zgartirib bo'lmaydi endi. O'zi kim nazorat qiladi? O'ziga ishonmagan erkak nazorat qiladi. Telefon qilish bor, xabaringni olmoqchi edim. Ovozingni eshitishni istadim. Qayerdasan, qiziqyapman sen bilan deyish bor. Rasm, video tashlat deyish bor. Ya'ni biz e'tiborni boshqacha qabul qilib qo'yganimiz uchun ham oilada qanaqadir urush janjallarni chiqarib qo'yishimiz ham mumkin. Yoki bo'lmasa muhabbatni deylik, sevgini deylik ayollarimiz. Sevgi nima desa, sevgi o'sha telefon qilishi yoki bo'lmasa gul berishi to'g'ri. Ayollar bu narsani xohlaydi. Lekin erkaklar ham turlicha, ularning sevgi tili ham turlicha bo'ladi. Qaysidir erkaklar uyda hamma bekami ko'z narsa bo'ladigan bo'lsa, xolodilnik to'ldirib qo'yish, hamma narsani ta'minlab qo'yishni sevgi deb tushunishi mumkin qaysidir erkaklarimiz. Qaysidir erkaklarimiz gul berishni sevgi deb tushunishi mumkin. Qaysidir erkak esa ayolini tinch o'tirishini ta'minlab bera olganini sevgi deb tushunishi mumkin. Ya'ni har doim keladi ayollar, erkagingni o'rgan deyman. O'rgan erkagingni, qanaqa erkak, nimaga qiziqadi? Qaysi mavzuda maza qilib gaplashasan? Nima muhim u uchun? Balki tinch qo'yganini o'zi senga bo'lgan sevgisidir, hurmatidir. Nima deb o'ylaysan? Tushunarli. Qarang, insonlar psixologga borishni qimmat motivatsion suhbat deb ham hisoblaydi-da. Chunki odam dardini aytayapti, psixolog tinglayapti, vaqti tugadi
va navbatdagi uchrashuvni belgilaydi, ikkinchi uchrashuvni. Sizningcha psixologga to'lanadigan pul oddiy xarajatmi yoki insonni hayotiga kiritgan bir investitsiyasimi? Agarda to'g'ri psixolog topa olsa, bu investitsiya. Hmm. Shukur qilishing kerak, sabr qilishing kerak deb Dars o'tsa ham bo'ladi. dars o'tsa ham bo'ladi. Bugun psixolog ko'pmi? Xorazmda masalan? Xorazmda to'g'risi unaqa psixologlarni kuzatmayman. O'zi ijtimoiy tarmoqlarda obuna bo'lganman yaqinlarimga, lekin ishonasizmi yo'qmi, istoriyalarni umuman kuzatmayman. Respublika miqyosida oladigan bo'lsak, anchagina ko'payib qoldi. Anchagina ko'p. Narxlar ancha qimmat deb hisoblaysizmi? Narxlar bu borada albatta o'zi aslida psixologni narxi o'zida bo'lgan bahosi deymizmi, o'zini ustida ishlashi deymizmi, bular hammasi bitta bahona. Mayli. Shaxsan o'zimdan kelib chiqa qolay. Bu savolingizga boshqalarni bilmayman. Mani narxim anchagina balandroq. Men nima uchun, nima sababdan qilganman? Vaqtimni tejash uchun. Vaqtni tejash. Vaqtni tejash men uchun. Chunki agarda 200 ming, 300 ming qiladigan bo'lsam, hamma kela oladi, to'g'ri? Albatta kela oladi. Men juda ham ko'p insonga yordam bera olaman. Lekin men o'zimni oilam, farzandlarim, o'zimni sog'lom psixikamga o'sha bu ta'sir qilishni boshlaydi. Men o'zimni himoyalash va vaqtimni tejash maqsadida ancha baland qilganman. Kelsin, bitta kelsin, kuniga bo'ldi. Shunaqa, ya'ni 200 ming qilgan taqdirimda ham men butun dunyoga yordam bera olmayman. Men shuni anglaganman, tushunganman. Chunki vaqti kelganda ishonasizmi, kurslarimni oyiga 50 ming ham qilganman. Va men shuni kuzatdimki, 50 ming berishga ham tayyor bo'lmagan ayollarimiz bor. Lekin to'y bo'lsin ertaga. Topadi 1,5 million pulni. O'shanda bildimki, baribir o'qiyman, ilm olaman, nimanidir anglayman degan odam keladi baribir. Shart emas ekan. Shaxsan o'zim shunaqa qarorga kelganman. Psixologning daromadi shu joyida mana mijozning davomli ravishda konsultatsiyasidan kelib chiqadi-da. To'g'rimi? Masalan, terapiya, masalan, tez tugasa, mutaxassis mijozini yo'qotadi. Qaysidir ma'noda. Bu yerda manfaatlar to'qnashuv bo'lib qolmayaptimi? Seanslar soniga bog'laydigan psixologlar ham bormi? Bor, albatta bor. Meni yonimga kelgan mijozlarim orasida ham bor. Meni yonimga 2-3 ta psixologlardan kelgan mijozlar ham bor. Lekin yechim topa olmaganlar bor. Lekin bu yerda nima rol o'ynaydi? Bu yerda vijdon bo'ldi. Inson borku, ichkaridan to'q bo'lishi kerak. Qaysidir payti och bo'lamiz. O'tamiz u davrdan ham. Siz aytayotgan davrdan ham o'tib ketadi hamma. Lekin qachondir vijdon keladi va o'sha vijdon asosida yondashishga urinishadi. Menda shaxsan nima bo'ladi? Ikkinchi terapiyaga kelsa, albatta menga pul keladi. Lekin unga ikkinchi terapiya kerak emasligini ko'rib turibmanmi? Aytmayman. Buni agarda menga kelgan qizlar hozir ko'rsa, to'g'ri deb 100% deb yozib ketishadi, men aniq bilaman. Aniq bilaman. Chunki o'zlari men yaxshi ko'rib qoldim suhbatlashishni, shunchaki suhbatlashib kerak bo'lmasa ham keliydi, kelma aytganman. Senga kerak emas, bo'ldi, sog'lomsan. O'zi asosiy kasbim men ingliz tili o'qituvchisi. Jahon tillarida o'qiganman Toshkentda. O'zi bu kasbga qiziqqanim uchun turmush o'rtog'im ha mayli deydi. Lekin Xudoga shukr, shu kungacha pul uchun nimadir qilmaganman, bundan keyin ham qilmay. Lekin buni biznesga aylantirganlar ko'p. Juda ham ko'p. Chunki eshitganmiz, o'zim suhbatga tayyorlanish davomida ham shunga guvoh bo'ldimki, 1 soatlik Telegramdagi darsni o'zini $200, $300, hatto $500gacha sotayotganlar bor ekan va ular sotishni uddalayapti ham. Barakasini bersin, mayli, sotsin. O'zim ham ishonasizmi yo'qmi, 20 millionga, 30 millionga sotib o'qiganman kurslarni. Lekin afsuslanmayman. Ishonasizmi yo'qmi, u kurslar menga milliardlab pul olib kelgan. Xo'p,
qarang, endi oddiy qaysidir ma'noda ruhiyati aziyat chekayotgan inson shu pulni balki qarzga olib bo'lsa ham shu 1 soatlik darsni eshitar. Lekin 1 soatning ichida yuqorida ham aytdik, natija beradi degani emas. Bu biznes oxirgi paytlarda ancha rivojlanayotgani va odamlar ko'p aldanib qolayotgani aslida psixologlarning sha'niga putur yetkazib qolmayaptimi? Yetkazib qoladi albatta, lekin bu ham insonni tanlovi o'zini qo'lidaligini ko'rsatib beradi-da. Masalan, birinchi suhbatdayoq yaxshi psixologni nimasi bilan farqlaydi odam? Farqlash mumkin. Unda ham kim farqlay oladi? Hozir misol uchun meni ustozim yoki men farqlay olaman. Chunki men shu sohaning ichidaman. Lekin oddiy inson uni farqlay olmaydi. Uni farqlash uchun nima desam bo'ladi? Kuzatish kerak. Ko'proq kuzatish kerak. Natijalarini ko'rish kerak o'quvchilarini. Natijalar bormi? Surishtirish kerak. Ya'ni men nima deyman? Har doim menda bitta fikr bor. Filtr har doim bo'lgan menda. Psixolog bo'lmasimdan oldin ham oddiy doktorga boryapmanmi? Shu yerda dori yozib beradi-ku. Bu nima dori? Men bu nima uchun? Buning ichida antibiotik bormi, yo'qmi? Qancha bor? Bu bolaga mumkinmi? Necha yoshdan mumkin? Surishtirganman, tushunyapsizmi? Borib aptekaga ham borib bersam bo'ladimi? Mana bunaqa bo'ladimi? Antibiotik kuchli emasmi? Oddiy shamollagan, balki unga kerak emasdir. Surishtiraman, tushunyapsizmi? Va shundan keyin, ha, yo'q, yaxshi ekan, keyin borib bolaga ichiraman. Demak, shuni maslahat berasiz. Shunday qilish kerak. Men shunaqa qiling degan bo'lardim. Surishtiring, borgan insonlardan so'rab ko'ring. Natija bo'lganmi senda? Tushunarli. Yoningizga kelgan mijozlarga sizni yordamingiz kerak emasligini tushunsangiz, aslida ularga shifokor kerakligini anglasangiz, ularni shifokorga yo'naltirgan holatlaringiz bo'lganmi? Bo'lgan. Psixolog kerak bo'lmasa, psixoterapevt bo'lsa yoki psixonevrolog bo'lishi mumkin. Bo'lgan. Chunki biza so'z bilan davolaymiz. Bizani haqqimiz yo'q dori yozib berishga. Va biz gaplashish, suhbatlashish davomida va 1-2 ta savol bersak bo'ldi. U sog'lom, fikrli insonmi yoki unga haqiqiy doktor kerakmi? Bilamiz. Suhbatni yakunlaymiz va uni yaqinlariga chiqib mana shu tomonga yo'naltirishingiz kerak deb aytamiz. Albatta. Menda bo'lgan, shaxsan o'zimda bo'lgan. Tushunarli. Qarang, ertaga masalan, psixologlarning faoliyati rasman tugatilsa, tasavvur qilamiz. Keyingi 10 yilda bizning hayotimiz qanday bo'ladi deb o'ylaysiz? Masalan, oilalar tinch yashashni boshlaydimi yoki muammolar 2 marta ko'payadimi? Aslida har bir oilada bitta psixolog bo'lishi kerak. Psixologiya hech qachon tugatilmaydi. Sababi bu fan. Psixologiyaga fan deb qarash kerak. Nima deb o'ylaysiz? Matematika tugatilsa nima bo'ladi? Uni ham o'zini o'rni bor. Bor. Albatta psixologiyaning ham o'rni bor. Insonlarga kerak bo'lmasligi mumkin. Oilalarga ham kerak bo'lmasligi mumkin. Boring jamiyatga ham, oddiy xalqqa ham kerak bo'lmasligi mumkin, lekin davlatimizga kerak. Chunki meni o'zim ustozim, kuchli psixolog borib jinoyatchilar bilan gaplashadi. Ularni yolg'on gapiryaptimi, rost gapiryaptimi, har bir ko'zini qarashidan, qo'lini qimirlatishidan, hattoki o'tirishidan. Mana shu haqiqiy psixologiya. Albatta. Mana psixologiya. Shunaqa akademik kuchli psixolog ustozlarim bor. Kitoblar chiqargan, faqat davlatimizni rivojlanishini ustida o'tiradi. Ular ijtimoiy tarmoqlarda yurmaydi. Ular xizmatda bo'ladi. Tushunarli. O'zi aslida psixologiya nazariyasi haqida shaxsan men o'zim o'ylaganimda, siz yuqorida aytgan narsalarni tasavvurimga keltiraman. Biz ko'plab badiiy filmlarni tomosha qilganmiz, psixologlar haqida, psixologiya haqida. Ularda psixologlarning ishlash nuqtai nazari shunaqa ta'sirli shakllantirib berilganki, ko'rgan odam psixolog mana bunaqa bo'lish kerak ekan deb o'ylaydi-da. Balki odamlarni bu yo'nalishga hali e'tirozlari ko'p bo'layotganining sababi shundadir. Chunki uni biznesga aylantirishni o'zi xato va odamlarga nomiga yordam berayotganlarni ko'p guvohi bo'lyapmiz. Endi qaysidir ma'noda bu ham jamiyat qanchaki qaysi yo'lda to'g'ri o'sib borishiga qarab o'lchanib boraveradi.
odamlar o'zini tobora keng tafakkuri bilan anglashni boshlasa, tabiiyki hamma yo'nalish, hamma soha o'sgani kabi psixologiya ham hozirgi rivojlanishda yana davom etaveradi. Buni hamma anglaydi, buni hamma tushunadi. Psixolog kerakmi? Albatta kerak. O'zingiz ham hozir tavsiyalar, darslar olib turasizmi yoki allaqachon o'zimni to'liq anglaganman deb hisoblaysizmi? Yo'q, unaqa emas. To'liq angladim deyish bu ahmoqlikdan bo'ladi. Sizga aytsam, chunki biz to o'lgunimizgacha nimanidir bilmaymiz va nimanidir ustida ishlaymiz baribir. Shaxsan o'zim ham har doim o'zimdan ancha baland, ancha fikri keng, tajribasi ham oilaviy, ham ish bilan bog'liq tajribasi katta bo'lgan ustozlarimdan har doim maslahat olaman. Kunora olaman desam ham bo'ladi. Hazillashib ham qo'yadi ustozim. Shu bitta siz uchun yuribman dema. Shunaqa charchamayman maslahat olishdan, so'rashdan va shu so'rab o'rganganim ham ustozimga juda ham yaxshi yoqadi. So'raganingiz sari men ham ochilaman. Tushunarli. Keling, mana suhbatimiz yakunida tomoshabinlarimizga biror bir fikrlaringiz bo'lsa bemalol bildirishingiz mumkin. Qaysidir ma'noda o'zimizga kerakli bo'lgan javoblarni oldik. Savollarimiz shundan iborat edi. Biz oilalarni har doim mustahkam bo'lish tarafdorimiz. Menda eng so'nggi fikr sifatida mana shu shakllanyapti. Balki oldinlari psixologlar faoliyati yo'q bo'lgan paytda yoki endi psixolog faoliyati bor butun dunyo miqyosida. Bizning jamiyatimizda keng tushunilmagan paytida, hali oilalarga kirib kelmagan paytida qaysidir ma'noda ajrimni kuzatmaganmiz, to'g'ri? Ko'pchilik insonlar bir-biriga ko'nikib yillar davomida yashagan va o'z aslida oila shunday bo'ladi shekilli degan fikrlar ularda saqlanib qolgan. To'g'rimi? Bugun balki bizning jamiyatimiz ajrim bu aslida bo'lishi kerak bo'lgan oddiy hayotiy oilaviy bir hodisa ekanligini qabul qila olmayotgandir. Nima deb o'ylaysiz? Endi fikringiz to'g'ri. Shuning uchun sababchi qidirayotgandir balki. Bo'lishi mumkin. Lekin agarda haqiqiy psixologiyani ichiga kirishsa, yechimi yo'q narsani o'zi yo'qda. O'shaning uchun men bitta tavsiya bergan bo'lardim. O'zi ayollarni miyasida, hozir ayollar ko'rgan bo'lsa to'g'ri deb yozishadi, miyasida har doim B variant ajrashish. Har doim. Har doim. Chunki ayollar emotsionalniy kachelyada yuradi. Bitta nariroq turtisiz bo'ldi, ajrashaman, ketaman, qanaqadir ketdi, nimadirlar bo'lib ketdi. Lekin erkaklarda unaqa bo'lmaydi. Uylanish ham, ajrim qarori ham uzoq muddatdan keyin kelishi mumkin. Aniq beriladi. Lekin bizda ayollarda boraman, kelaman, ketaman, har doim B variant bor. Nima demoqchiman? B variantga shoshilmanglar deyman. Har doim A variant qo'lingda turibdimi? Balkim sen butunlay foydalandim A variantdan deb o'ylayotgan bo'lishing mumkin, lekin sen o'zingni darajang bo'yicha o'ylayapsan. Lekin bu yoqda A variantni ko'plagan yuqori darajalari bor. O'qi, o'rgan deyman. Tushunarli. O'rganadi, yechimini topadi, B variantdan uzoqlashadi. Rahmat. Biz bilan amaliy psixolog Shodmonay Yusupova bo'ldi. Sizga alohida rahmat aytamiz va Rahmat taklif uchun. bu suhbatimiz kirish suhbati edi. Biz yana siz bilan uchrashishdan umidvormiz. Chunki keyingi suhbatlarimizda balki biror mavzuni kengroq ichiga kirib tahlil qilish rejamizda bor. Hozir psixologiya haqida umumiy gaplashdik va vaqtimiz ham chegaralangan bilasiz. Shuni inobatga oladigan bo'lsak, takliflar, qaysidir mavzuda ko'proq Shodmonayning fikrlarini bilishni xohlaysiz, yozib qoldiring. Albatta vaqt ajratib yana biz bilan suhbatga keladigan bo'lsangiz, sizni qimmatli fikrlaringiz biz uchun juda muhim. Rahmat. E'tibor uchun rahmat. Salomat bo'ling. Taklif uchun salomat bo'ling, ishlaringizga rivoj. Rahmat. Revo podkastni kuzatishda davom etasiz. Rahmat.